Islom dini insonlarni ilm olishga, ma'rifat hosil qilishlikka buyuradi. Ilm o'z-o'zidan hosil bo'lmaydi, balki ustoz orqali ilm hosil bo'ladi. Bugun ko'p yoshlarimiz internetdan foydalanib yoki kitobni o'zidan o'qish orqali bilim hosil qilaman deb o'zlari adashish bilan bir qatorda boshqa insonlarni ham adashishiga sabab bo'lib qolyaptilar. Bu xato tushuncha. Ulamolarimizdan Shayx Sayyid Solim Abdulloh rahimahulloh aytadilarki, "Man ta'allamal fiqha minal kitab g'ayyaral ahkam." Kim fiqhni ustozsiz kitobdan o'rgansa, hukmlarni o'zgartirib yuboradi. "Va man ta'allama tibba minal kitab qatalal anam." Kim tib ilmini ustozsiz kitobdan o'rgansa, odamlarni o'ldirib yuboradi. "Va man ta'allama kulla zalika minash shaykh faqad salima vassalam." Kim ana shularni barchasini ustozdan o'rgansa, o'zi omonda, qolganlar ham salomat bo'ladi debdilar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ilm yoki kasb egallamoqchi bo'lgan inson albatta ustozni lozim tutishi, ustozga mehr qo'yishi, uni o'rgatganlarga amal qilishi orqali ilm hosil bo'ladi. Mana shu to'g'ri yo'l, mana shu ikki dunyo saodati. Aks holda aytib o'tilganidek, u fiqhda hukmlarni o'zgartirib yuborish, odamlarni hayotini xavf ostiga qo'yish, jamiyatda turli muammolarni keltirib chiqarishga inson sabab bo'lib qoladi. Alloh barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin.